Shuncha bu yerga boshqa o'yinchilar ham kela oladi. Qiziq, ular meni o'ldira oladimi? Umid qilgandim balki bu yerda bo'lar daraxtni chopib deb. Yo'q. Bu yerda tosh to'plasam bo'ladi. Mana nima. Keyin ulardan tosh bo'laklari ajoyib. Endi men nimadir yasay olamanmi? Yo'q, baribir yasay olmayman. Jonga tegdi shu arvohlar rostini aytsam. Nahotki men o'lib ketaman? Yo'q, yarimta jon va meni boshqa urushmayapti. O, bu yerda urush olmaskan. Mayli, kelinglar, o'zimni olamchamga qaytay. Haligacha hech narsaga erishganimiz yo'q. Nimadir qilish kerak. Mana bu maxluqlar esa meni hozir o'ldiradi. Qizig'i bu yaramaslardan tashqari zombi ham, creeper ham, skelet ham hech narsa yo'q. Alam qiladigani berkinib ham bo'lmaydi. Bo'ldi, jonga tegdi. Birga qo'lda yo'yaman sen yaramasni. Ha, mana shunaqa bo'ladi. Men uni yakson qildim va undan hech narsa tushmadimi? Questlar orqali harakatlanmasa bir ish chiqmaydiganga o'xshaydi. Nahotki bu mening o'zimning miyamga kelmadi. Kremni, axir o'sha narsa, ha, axir o'shada topish kerak. Faqat yaqin atrofda ko'rmayapman. Nega oddiygina tuproq bunchalik ko'p vaqt kovlanyapti? O'zimning olamimda shag'al topa olmadim. Bunisida lekin bo'lish kerak. Mana. Bir dunyo to'pladim, lekin hali kremni tushgani yo'q birontasidan. Shuning uchun bulardan minora yasab kovlash kerak. Ajoyib, birinchisi bor, lekin bizga yana kerak. Nahotki 4-kremnini olishdan oldin ochlikdan o'laman. Qanday dahshat. Nahotki oxirgi kremni tushishi bu qadar qiyin. Nega omad meni tark etdi? Nahotki 64 ta shag'al kovlaganim uchun bitta sinov bajarildi, lekin menga 4-kremni haligacha tushgani yo'q. O'z 4 ta kerak deb kim aytdi? Balki 3 tasi bilan ham yasasa bo'lar biron nima. Wow, nahotki kremnidan bolta. Bu degani men o'zimning birinchi daraxtimni chopishim mumkinmi? Ha, rostdan ham men buni uddaladim. Bolta menda. Lekin hamma gap shundaki, men bulardan taxta yasay olamanmi? Yo'q, yasay olmayman. Mayli, questlarni ko'raychi, u yerda o'zi bolta yasash kerakmidi? Yo'q, aftidan yasash kerak emasdi. Ha, qanaqadir pichoq yasash kerak ekan, tushunarli. Bolta bilan urushaman unda. Menga yana 2 ta kremni kerak. Bu onlar yetib keldi va nihoyat kremnidan pichoq. Faqat savol, buni qanday ishlatsa bo'ladi? Hozircha tushunarsiz, balki bunday yo'q, bo'lmayapti. Pichoqni-ku yasadik, lekin bundan oldin 4 ta kremni to'plash kerak edi. Baribir to'plashga to'g'ri keladi bu yaramas 4 ta kremnini. Bu degani yana shag'al to'plash kerak, yana 4 ta. Voyda. Ko'zlarimga ishonmayman. 4 ta kremni. Bu qanchalar qiyin bo'lgan tasavvur ham qila olmaysiz. 1 soatdan beri qilyapman chog'i. Nima bo'lganda ham endi questlardan yana oldinga qarab siljisak bo'ladi. Pichoqni ham bajarganimiz uchun bizga bir dona taxta berishdi. Yomon emas. Endi biz oddiy bolta yasashimiz mumkin. Oson bo'lmadi, lekin men mana bu pichoq nega kerak ekanligini tushunib yetdim. Bu bilan mana bu o'tlarni buzish kerak ekan. Shunda bizga kerakli narsa tushadi. Yaxshigina ko'p tushyapti. Yana pichoq ham sinayotgani yo'q, ajoyib. Bu xashakdan endi yana nimadir yasash kerak, lekin aftidan buni qilish uchun bizga botaniya o'simliklari gullari kerak. Men unaqalardan bir nechta ko'rgandim. Menimcha topish muammo bo'lmaydi. Bu yana nimasi? Siklop? Umid qilamanki, sen meni bitta ko'tarib yeb yubormaysan, lekin seni juda ham o'ldirgim kelyapti. O'zi bu mening qo'limdan keladimi? Joni 150 ta ekan. Menimcha bu shunchaki vaqtni behuda sarflash, lekin men baribir buni o'ldirib ko'rmoqchiman. Menga tushunarsiz sabablarga ko'ra bu yaramas mengacha yetib kela olmayapti. Va oxirgi zarba tamom. O'la qol endi. Ajoyib. Va undan nimadirlar tushdi, qandaydir ko'z, yana teri ham. Teri foydali bo'lishi mumkin. Bu siklopda ko'zdan o'zi qandaydir ma'no bormi? Afsonaviy qurol hisoblanar ekan. Qo'lda ushlab turilgan vaqtda atrofdagi raqiblarga kuchsizlik effektini beradi. Zo'r, balki bu narsa orqali endi men kamroq o'larman. Masalan, mana bu yaramaslar bilan urushish osonroq bo'ladi. Mana o'sha botaniyadan gullar, bular bizga kerak edi, esinglarda bo'lsa. Endi bularni birlashtiramiz va mana bunaqa narsa olamiz. Bundan 4 ta kerak edi. Yaxshi, endi menimcha boltani yasasak ham bo'ladi. Ha, rostdan ham men uni yasay olaman. Maqsadimizga yaqinlashayotganimni his qilyapman. Faqat buning uchun bizga toshlar kerak. Shu sabab to'playmiz va birlashtiramiz. Tayyor. Toshli bolta. Endi bu bolta bilan boyagidan tezroq ham daraxt chopsak bo'ladi. Faqat bunda qanday ma'no agar biz uni taxtaga aylantira olmasak, verstak ham yasa olmasak? Ana u daraxt noodatiy ko'rinyapti. Qanaqadir turlari ham bormi? U yerda spawner ham bor ekan. Ajoyib. Biz yoqqa borishimiz kerak. O'rgimchaklarniki ekan. Aftidan kunduzi paydo bo'la olishmaydi. Bu yerda sandiq bor, lekin uni qanday ochaman? Nahotki spawnerni sindirishga to'g'ri keladi. Lekin agar mana bunday qilsak, bir dunyo narsasi bor ekan-ku. Masalan, a'lo och mo'jizaviy kondensator. Nima? Quest bo'yicha keyingi yasaydigan narsamiz mana bu toshcha. Menimcha bu safar bu tosh nimaga kerakligini o'qib o'tirishim ham shart emas. Sababi bu aniq-ku, shunchaki tosh kovlash uchun birinchi darajali kirka. Yo'q, unday emas. Nega men adashdim? Mayli, bu narsa menimcha bizga nima
uchun kerakligini hozircha bilmayman, lekin bizga 16 ta archilgan daraxt kerak. Buning uchun esa arrani yasash uchun esa ishonmaysiz verstak kerak. Xo'sh, endi men qayerdan olishim kerak bu yaramas arrani? Hattoki eng oddiy kremnilisini ham yasay olmayman-ku axir. 1 hour later. Meni kechiring, bu dahshatli darajada xato edi. Qandaysiga bu o'zimning miyamga kelmadi. Axir o'tgan videodagina men minglab daraxtlarni po'stlog'ini archdim. Bolta bor-ku axir. Qanaqa yana arra bo'lmasa? Buni bajardim, bir nima qilib bo'lsa ham. Endi menga nahotki bo'lishi mumkin emas. Ish to'nkasi, bu salkam ish stoli verstak-ku, faqat menimcha tosh davridagi versiyasi. Va uni yasash uchun menda hamma narsa bor. Ish to'nkasi. Men progressni his qilyapman. Bu kelishda komposterni ham yasay olamiz. Bu to'nkani tezroq ishlatib ko'rgim kelyapti. Faqat mana shu yerdami qandaydir uy kerak, yomg'ir jonga tegdi. Baribir bitta ishlatib ko'rsak hech narsa qilmaydi. Bu ajoyib verstak ekan. Hamma narsani qo'lda qo'yish kerak va craft qanday yakunlaydi tushunarsiz. Qanaqadir boshpanang bo'lsa boshqacha zo'r hissiyot bo'lar ekan. Ustiga ustak mahluqlar ham meni ura olmayapti qo'limdagi ko'z tufayli. Devorlar taxtadan bo'lishi mumkin emas. Nahotki men hozirni o'zida daraxtni chopib o'zimga verstak yasayman oddiysidan yo'q. Yaxshi verstak kerak ham emas. Axir menda to'nka bor. Faqat qanday ishlatishni o'rganib olsam bo'ldi. Qanday craftni tugatish mumkin? Nom berasam yo'qmi? Questlarga qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz qanaqadir xalta yasashimiz kerak va uning uchun menda hamma narsa bor adashmasam ipdan tashqari. Oho, hali oddiygina toshkirka yasayman desam ham juda uzun yo'lni bosib o'tishimga to'g'ri keladi chog'i. Yaxshiyamki Sklopni baribir o'ldiribman. Undan teri tushgan. Bu degani bizga faqatgina ip kerak. Ularni spamlari borligini hisobga olsak agar umuman muammo emas. Tayyor. Bu yaramas mahluqlar meni ura olmayapti-ku, lekin juda ham qattiq asabimni buzyapti. Bu narsani yasash uchun hamma narsa bor-ku, lekin men haligacha craftni qanday tugatishni bilmayapman-ku. Ha, bu yerda yozib qo'yilgan ekan. Ertaroq o'qish kerak edi. Nega o'zimni xayolimga kelmadi? Mana bu tosh kerak ekan. Faqat men eskisini yo'qotib qo'ydim. Mana bo'ldi. Bu tosh ham bor. Endi shu bilan menimcha nimadir bo'lyapti rostdan ham. Nahotki men buni uddaladim, yasaldi. Tabriklashingiz mumkin. Nimadir yasadim. Bir yo'la nimaligini o'qib chiqdim, hammasi aniq bo'ldi. Bu narsaga suv solsa bo'lar ekan. Faqat bundan oldin bitta o'lib yuborish kerak. Sababi ovqat yo'q, ochlikdan o'lyapman. Yeyishga ovqat yo'q ekan, qorinni o'lim bilan to'ldirib turish kerak hozircha. Suv ham endi cho'ntakda. Faqat men bu narsani ishlatib ko'rdim kelmayapti. Sababi kim biladi, balki bir martalikdir. Yana yasab o'tirib kelmayapti umuman. Xo'sh, komposter yasash uchun yana nimalarni boshdan kechirish kerak? Botaniya? Men rostdan ham shu ish bilan shug'ullanishim kerakmi? Axir bunga bir dunyo tosh kerak-ku. Va nihoyat 7 toshga ulashga shuncha vaqt ketdi. Agar bir dona kirka bo'lsa edi 5 soniyalik ish. O, bu yerda set xom qo'ysa bo'lar ekan. Bu hayotni osonlashtiradi. Hozir esa o'lish kerak. Naqd 3 ta toshni ishlatib, bularda yarimtalik blok yasashga to'g'ri keladi. Endi bo'lsa mana shu narsani o'zini ham. Endi mana bu tosh bilan 4-5 marta aylantirib solsam, craft yakunlanishi kerak. Nahotki qiyin craftlar uchun bitta tosh ham kamlik qilishi mumkin. Qanday dahshat. Yoki gap boshqa joydamikin? Tushunarli, craftda bu gul emas, undan yasalgan mana bu allambalo kerak ekan. Bo'ldi, qanaqadir toshli kovak endi bizda bor. Xursand bo'lsa ham bo'ladi. Mana shu yerga qo'yaman. Yaxshiyamki bu narsa nimaligini bilaman. Botaniya moda haqida ozgina tushuncham bor. Bizga ko'p suv kerak bo'ladi. Shuning uchun cheksiz suv manbai yaratishimiz kerak. Suv xaltasi ham bir martalik emas ekan. Keyingi qiladigan ishimiz esa mana bu margarita o'simligini yasash. Xo'sh, buning uchun menga botaniyadan biror xil o'simlik kerak. Muammo emas. Faqat bundan oldin kelinglar, mana bu sandiqni uyga olib kelay. Hamma narsani inventarda olib yurish jonga tegdi. Endi bemalol margarita o'simligini yasasa ham bo'ladi. 4 ta gul va bitta mamlaqa o'simlik va o'xshamadi. Tushunarli, xohlagan gul to'g'ri kelmaydi, faqat oq rangdagisi. Endi ularni qidiruvga otlanishga to'g'ri keladi shekilli. Sayohatda ovqat aniq asqotadi. Qiziq, yasay olamanmi non? Ha, yasay olaman. Qanday yaxshi. Menimcha bu o'simlikni oddiy olamdan qidirish kerak. Yana yo'lda tosh to'plasa ham bo'ladi. O, ovqat ham bor ekan hattoki. Bu juda ham yaxshi yangilik. Qizig'i bu samon bloklari oddiy qishloqda emas, zombilar qishlog'ida ekan. Creeperlar, bu yerda oddiy moblar ham paydo bo'lar ekanda, demak yaxshi. Bo'lishi mumkin emas. Bu o'ylaganimdan ham yo'q, bu emas. Buzilgan portal. Xo'sh, yarashdimi? Bu yana nima? Goblinmi, gnommi, yo'q, qanaqadir maxluq. Lekin men bilan urushgilari kelmayapti. Men birinchi ursamchi, qulayapti, hattoki sherigi ham. Agar qo'lingdagi kirka tushadigan bo'lsa, juda ham xursand bo'lardim. Faqat endi sizlarni nima bilan ursam ekan? O, yonishga qanday? Undan nimadir tushdi, buni sov oldi. Buni sizdan ham tushdi. Qiziq, o'zi bu nima ekan? Balki biror xil qimmatbaho qanaqadir oltin tanga. Uzoq vaqtlik qidiruvlarim hech qanday foyda bermaganidan keyin men boshqa olamlarga borishga qaror qildim. Balki birontasida botaniya o'simliklari ko'pdir. Aftidan olam tanlashda adashganga o'xshayman. Bu yerda aniq botaniya o'simliklari yo'q. Bu ulkan quyosh bo'lmasa, voy, men yaxshi uyga ketganim ma'qul. Qaysi tugmani bosdim? Kechirasizlar, bu narsalarimni men hech qanday yo'qota olmayman. Tezroq surish kerak.
Aftidan men ulgura oldim. Qayerdan topsam ekan bu yaramas oq gulni? Balki biron xil qilib o'stirish kerak ekan yoki yana qidiruvlarni bu yerda sandiq. Wow! Qachondan beri bu yerda mana shunaqa aqldan ozdiradigan sandiq bor? Non mayli, temir aslaqalar mayli. Mana bu 365 mingta tanga turadigan quyma ham nima bo'la bu o'zi? Ha mayli, bu ham mayli. Lekin sizlar qarang, bu yerda temir kirka bor ekan. Tasavvur qila olasizmi? Temir kirka nahotki u bilan shunchaki toshlarni rostdan ham shunchaki kovlasa bo'ladi. Voy dod, men uni voy shuncha toshcha kovlab to'plab yurganlarim. Qizig'i, men bu uyda necha kundan beri yashab yuribman, qanday sen ikkitalik katta sandiqni ko'rmasligim mumkin edi. Bir dunyo tosh kovlaychi, bir dunyo. Voy, bu hayotimni million marta osonlashtiradi. Shundan so'ng men spawnga borishga qaror qildim. Bu yerda topib olgan 365 mingta tanga turadigan temir quymani sotib yuborish uchun. Lekin buning o'rniga qanaqadir foydasiz toshni sotib oldim. Nima qilaman endi buni? Oho, ko'zni qamashtiryapti-ku, dahshat. Lekin baribir bu quymani ishlata olmayman cho'g'i hech qayerda. Aytgancha men margarita o'simligini yasayotgan edim-ku. Bu safar qarama-qarshi tarafga ketaman. Shunda balki chiqib qolar. Bu yana nimasi bo'ldi? Menga kerak narsa bu yerda yo'q o'xshaydi. Hech qayerda yo'q-ku bu yaramas. Balki boshqa olamlarda qidiruv ishlarini davom ettirish kerakdir. Bu yana qanaqa olam bu nima? Skeletlar olamimi? Aftidan bu hech qanaqa olam emas, skelet ferma. Xo'sh, menimcha bu ketishda men o'simlikni hech qanaqasiga topolmayman, lekin nima qilay? Bosh qotdi. Wow, bu yana nimasi bo'ldi? Menga qanaqadir sovg'alar berishdi. Qanday yaxshi. Qanday? Wow, mana bu narsa. Balki bu yordam bera olar. Botaniyadagi maxsus o'simlik o'stirgich va uni men yasay olaman aftidan. Bu narsani yasash uchun bo'yoq va suyak kukuni kerak ekan. Bularning ikkalasi ham menda bor. Aftidan skelet fermasini topish juda ham yaxshi g'oya edi. Lekin o'zi yasay olamanmi yoki yo'q? Yasay olaman. Nima yo'q bo'lib qoldi? Obbo, menimcha tuproqqa tashlash kerak emasmi shunda? Mayli, yana yasab ko'ray-chi. Chiqmagan jondan umid o'xshadi. Hozircha oqi yo'q-ku, lekin bu ham yaxshi. Hech narsa yaxshi emas. Shuncha ishlatdim, lekin oq o'simlik yo'q. Yana urib ko'raman lekin. A few moments later. Ko'zlarimga ishonmayman. Vanna xoyat, seni shunchaki ko'paytirib bo'ladimi? Aftidan yo'q, mayli. Margarita o'simligi, men seni vanna xoyat yasayman. Ajoyib, ish bitdi. To'xtanglar. Menga ikkita kerak ekan. La'nati. Tayyor bo'ldi, ikkita o'simlik bizda bor. Endi bular orqali daraxtlarni sehrli daraxtga aylantirish mumkin. Ajoyib, sehrli daraxtlar bor. Keyin qiladigan ishimiz ularni ishlatgan holda mana bunaqa narsalarni yasash. Buning uchun tayoqcha kerak bo'lar ekan, lekin tayoqcha qanday yasaladi? Tushunarli, mana shunday. Rostini aytsam, qimmat kraft ekan. Nima bo'lganda ham men uni yasay olaman. Negadir o'xshamayapti. Nahotki men yana kraftning qayerdadir xato qildim. Tushunarli. Birinchi mana bunday qilish kerak edi. Yaxshi. Aftidan menga juda ham ko'p sehrli daraxtlar kerak bo'ladiganga o'xshaydi. Shuning uchun 2 qavatli qayta ishlash mexanizmini quraman. Aytgancha, mana bu yerda temir bor. Nahotki men uni shunchaki temir kirka bilan kovlab, mana shu yerdagi pechkada eritishim mumkin. Rostdan ham. Aftidan men dahoman. Bu degani men o'zimga temir bolta ham yasashim mumkinmi? Rostdan. Voy dod, bu meni yanada zo'r qiladi. Endi bu taxtachalarni ham sekin-sekin yasash kerak. Mana bo'ldi. 3 ta yasadim. Topshiriq bajarildi. Nahotki keyingi quest komposter yasash. Ajoyib, ozgina qiynalsam rostdan ham yasay olishim mumkin. Lekin bundan oldin kelinglar, mana bularni ham bajarib tashlaylik. Tosh kirka, qilich, asahalar degandek. Bizga hozir mana bunaqa narsa kerak, mana bu 3 tasidan va endi biz daraxtlarni po'stlog'ida shila olamiz. Ajoyib. Bizga ko'p kerak. Gulxan, men gulxan yasashim kerak ekan. Yaxshi, kraftda qiyin emas. Hozir yasab tashlaymiz. Nahotki yana kraftda xato qildim. Ha, po'stlog'ini achish kerak ekan. Mana endi gulxanni ham yasasa bo'ladi. Rostdan ham haqiqiy gulxanga o'xshaydi. Endi menga mana bunaqa bo'tqa kerak ekan. Loy va qumdan yaxshi temir bo'yil kurak yasay olamanmi? Ha, unda bu muammo emas. Bir tonnacha qum, bir tonnacha loy va hammasi tayyor. Qanaqa tayyor? Bularni hali yarim soat verstakda yasash kerak. Xo'sh, menimcha mana bunaqasidan bunday qilsak, endi qiladigan ishimiz shunchaki buni gulxanda qovurish. Lekin menga nima kerak? Gulxan axir menda pechka bo'lgan vaqtda. Va oxirgisi tayyor. Barchasi bajarildi. Endi mana shu, wow, bu yerda zo'r sovg'a berilar ekan. Nahotki men ajoyib qilichni kirkani olishim. Oy, o'ttizikta qaraqadir. Nima bu o'zi? Nima kerak bu menga? Va nihoyat tosh qilich yasashim mumkin. Buning uchun shunchaki ozgina daraxt jonimga tegdilar. Va u ko'z singandan beri bulardan halovat yo'q.
Rostini aytsam, hozir qusib yuboraman. Yaxshisi mana bu devorni qurbon qilaman-da, mana shunday sizga jimgina, tezgina yotoq yasab yuboraman. Qanday yaxshi bo'ldi. O'zim ham hayronman, nega men buni ertaroq qilmadim. Menimcha va nihoyat qilich yasaydigan vaqt yetib keldi. Shundan so'ng men o'zimga ham tushunarsiz bo'lgan sabablarga ko'ra naqd yana 2 ta qilich yasab yubordim. Qanchalik ahmoqlik qilganimni tushunib yetganimda esa